Assalomu alaykum dehqon akalar. Mana qo'shnilarniki 270lik oltiga kelganmiz. Bunga urug'ini o'zimizdan olgandik, Yuvani Nazim akamizdan beruvdik. Mana qo'shnilarimizning bugun holat ekilganiga 50 kunga to'ldi. Birinchi suvini ichdi. Qo'shnilarimizning oldi odamni ko'kragiga yetib qolgan. 10 dan o'tgan. Bunga birinchi marta suv meziyasi uchun suvdan oldin hektariga 1,5 kilodan eko gel berdik. Keyin bunga qo'shimcha 200 gramdan Gunsiyo super, 250 gramdan Avina 50% benzat tarkibli dorimizdan berganmiz. Qurtiga qurt ko'rinib qolgan ekan. Mana ko'rishlar mumkin. Qurtlar yo'q. Zo'r holatda dorilarimiz ishlagan, zaharlarimiz, suspenziya ham zo'r effekt bergan. Kimga shunaqa ishlovlar, u yaxshi urug'lar, ishonchli urug'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ma'zil Qo'qon ifoda. Mana bo'ylari birday bo'lgan.